Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishg'ollar uchun Oz kanalining ashaddiy va qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-18-dekabr haftada payshanba kuni. Biz bugun Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Ortiqov massiviga yetib keldik. Bu yerda xudo xolasa 50 bosh qo'shqor sotilyapti. Yosh qo'zi-qo'shqorlar. Shuni yaqin video obzor qilamiz. Ketdik birgalikda. Hurmatli qo'yishbozlari, qo'shqorlarni birin-ketin chiqaramiz, video obzor qilamiz. Ekran uzoqlashmay like'larni bosasizlar, obuna qo'yamiz. Qo'shqorlarni zo'r mana bir cheka. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqaravering aka. Xudo xolasa Bolbek akamizning qo'shqorlari 50 bosh sog'lom qo'zi-qo'shqorlar. Haydang, haydavering. Bo'ldi akajon mana. Haydavering mana. Xudo xolasa qo'shqorlar chiqyapti. Qiziqqanlar uchun qo'y olaman akalar bo'lsa, qiziqqanlar uchun eng zo'rlari mana. Sog'lom tanajon sog' qo'zi-qo'shqorlar. 50 bosh aka bu yerda. 50 bosh bu yerda jami. 50 bosh. Nima deysiz? 50 bosh qo'shqori bor, 15 bosh urg'ochisi bor. Jami bu yerda hozir 65 bosh aka. 65 bosh qo'ylari, zo'rlari. Bular qo'zi hali aka bular hali. Qo'zi hali. Hali qo'zi, yeb ishlari hammasi joyida aka. Qastonga boramiz hozir endi. Mashtab bo'ldi aka. Akalarim qiziqqanlar bo'lsa, qo'y qilaman degan akalarim bo'lsa, yaxshi niyat yurgan akalarimiz uchun qo'ylarning zo'ri xudo xolasa keldi. Mana. Aka jami 65 bosh, to'g'rimi? Qayerli qo'y aka bular? O'zimizning Messi qo'ylar, ha? Mana ko'ryapsizlar akalar. Oldin qaytarish kerak, oldi ketdi aka, oldin qaytaring. Ko'ryapsizlar qo'ylar akalar. Aka asosan nima yeydi bular? Arpa yeydi aka. Asosan arpani boqasizlar, ha? Qo'ylar akalar asosan qiziqqanlar bo'lsa, Hasharga daladan yeydi. dalada aylantirib boqasiz, to'g'rimi? Ha, endi nima yog'ingarchilik kunlari joyiga beryapmiz. Yo, qorli kunlarda 2 mahal arpa yeydi, to'g'rimi? 2 mahal arpa yerkan. Demak, qorli kunlarda, yomg'irli kunlarda asosan xonada turadi. Qolgan paytda dalaga chiqib, dalada o'tini yeb, ha? Yeb ishlarda muammosi yo'q. Yeb ichishi, sog'ligi hammasiga garantiya. Garantiya. Hammasi dorilar emlangan. Asosiysi dorilar emlangan. Boqaman degan aka ukalarimiz bo'lsa, qo'y Ukol dorisi qilingan. ha? Qurtiga, kanasiga hammasidan tozalangan aka. Gap yo'q. Sog'lom qo'ylar. Sog'lom qo'ylar. Boqadigan, mazzaqa boqadigan qo'y. Boqadiganlar bo'lsa, Aha. maza qiladi. Qiziqqanlar bo'lsa, qo'shqoriga qo'shqor, to'qli olaman deganlar bo'lsa, qochib qolgan bo'lishi ham mumkin bir orasida. Qochgan, to'qlilar qochgan. Qochgan-a, chunki qo'shqor uchun qanday qochmaydi? 100 ga 100. Xudo xolasa, to'qlilar qochgan. Xudo bir 2-3 oyda ko'payish boshlaydi. To'g'rimi? Mart oyidan ko'payish. Mart oyida ko'payish boshlaydi. Sog'lom qo'y olaman akalar bo'lsa, 65 bosh sotiladi. 65 bosh qo'yimiz. Mana. Qo'ylar sog'lom, tani joni sog', yeb ishlari zo'r. Asosan arpani boqilib, 2 mahal arpa, beda ham beriladi, to'g'rimi? Beda yegan qo'ylar. Dumbalari ham zo'r ekanda. O'rtacha vazni qancha chiqadi bularni? O'rtacha vaznimi? Bir meni masalan 40 kilami, 35-40 kilami, 50 kilami qanaqa aka? 40 kilodan aka, yo'q 55-60 kilo. Chiqaveradi. Bitta yirik qo'chqorlar ham ko'rdik. Hozir katta-kattalar ham bor ichida. Katta qo'chqorlar 55 nari beri chiqdi. Qiziqqanlar uchun qo'y olaman degan akalarimiz bo'lsa, aka endi asosiy joyi buni qanchadan narx qancha qo'yamiz aka? Opishtirib ayting, olgan odam, ko'rgan odam mazza qilsin aka jonim. Aha. Keladigan bo'lsa aka buni. Aha. Qancha boshlanishi buncha, tugashi buncha. Shunda xayrni ham ayting qo'shib. 3.600.000 so'mdan 4.300.000 gacha qo'yamiz aka. Okalar qaranglar, 3.600.000 dan boshlanadi, to'qlilar, mayda qo'shqorlar. İlk yeriga 4.300.000 gacha. 4.300.000 gacha yirik qo'shqorlarga, yirikligiga qarab qo'shqor. O'ziga qarab, bu faqat oyog'i sotiladi aka asosan. Oyog'i sotiladi. Bu anaqa berilmaydi, buni taroziga qo'ymaymiz a. To'qlilari bor. O'sha to'qlilarni 3.300.000 so'mdan qo'yamiz. Joni sog' bo'lsa aka, mana ko'ryapsizlar akalar. Xayri ham bor tag'in. Xayri ham bor. Kelishib qolsa, xayri ham qilib berishadi, xudo xolasa. Sunnati bor, xayrini o'tamiz. Bu akamizni insofi bor, xudo xolasa. Kelasizlar, ko'rasizlar, tanlaysizlar. Yoqqanini ajratib, holi bir joyda bo'lsa qanaqa bo'ladi? Hammasi keldi, 65 bosh qo'yimizni bir joy savdo qilaman degan aka-ukalar bo'lsa, martlar chiqadi, olaman deganlar. Qanaqa bo'ladi narxi? Qanchadan ko'tarib savdo bo'ladi aka? Bir joyda olaman degan. Keldi, bir joyda hammasini olaman deganlarga. Ayting, chiroyli ayting aka, bir eshitib maza qilaylik. Bo'ladigan bo'lsa, qo'shqorlarning o'zi. Qo'shqor o'zi, to'qlidan adden ajratib, Qo'shqorlarning o'zi bo'ladigan bo'lsa, 4 million demayman, 3.900 dan Barakam. Quyuq suyiga 3.900 dan. Katta qo'shqorlar ham kelib ketadi. Ichidan kattalar kirib ketadi, xudo xolasa. To'qlilar qanaqa qo'yqam? Qo'shqorlarni 3 million so'mdan bo'lsa berib yuboramiz. Va, akalar eshitsa, qo'zilarimizga bo'g'ozligi aniq, 100%. 3 milliondan ko'tarib savdo ekan akalar mana. Xohlar qo'shqor olinglar, xohlar urg'ochini olinglar, xohlar bir joyda olinglar. Mana ko'ryapsiz.
Chunki qo'ylarning ichida qochma iloji ham yo'q-da. Shuncha qo'chqor ichida qanday u qochmay qolishi mumkin? Avvalo Xudo tag'in. Qochgan aka, 100% javob qochgan. To'ppa-to'g'ri aka. Avvalo Xudo qochganligi aniq deyapti, o'zlari boqqan. O'zi boqqan, to'g'rimi? Ne haydangchi bu yoqqa, bu haydang oldimizda yurishini bu yoqqa qarab aka. Mana. Ko'rib yurishini ko'ringlar aka. Sog'lomligi aniq. Ko'ryapmiz. Mana. Qo'chqor ham, to'qlilar ham sog'lom, asosiysi mana. Voy jonivorlar. Demak, qiziqqanlar uchun olaman, qo'y olaman akalarimiz qiziqqanlar uchun nomer qoldiramiz. Bolbek ham nomeri 33lik asosiysi telefon qilaverasizlar. 33lik 149 19 96 to'g'rimi aka? Telefonlari 24 soat ishlaydi, jonman qaranglar. Qorda mazaq yurtdi, bular ham bor. Mana katta qo'chqorlarda olaman. Mana, katta ichida yiringlar bir 5-6 ta ko'rdim ichida. 7-8 ta bor. 6 ta 7 ta maydasi bor, qolgani hammasi yirik aka. Yirik, mana bunaqa qarang, kattalar 60 kg, 60 kglik qo'chqorlar ham bor ichida. 60 kg qo'chqor. Ko'ryapsizlar, yiriklar ketyapti. Qo'y olaman akalarimiz qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, Bolbekka, mana qo'ylar yo'qdi desanglar, akamizni juda ham insoblari bor odam ekan. Gaplashib ko'rdik, maza qilasizlar. Bu yerda prirodaga qarang, mana shu zo'r joy, keng joyda qo'ylar maza qilib yuribdi lekin mana. Voy jonivorlarning qarang yurishini. Dalani qo'ylari. Dalani qo'ylar o'zlari boqib, yoshlikdan katta qilgan, to'g'rimi? Bolaligida olib kelib boqib, o'zlari katta qilishgan. Hozirgi kunda endi xudoga sotadigan bo'ldi. Demak, narxlari juda o'rinli bo'ldi aka, maza qiladigan narx bo'ldi. Kelasizlar, xudo ko'rib, tekshirib, yurgizib, bitta olinglar, xohlasanglar, yarimni olinglar, xohlasa bir joyda olsang bo'ladi. Xohlasa bitta olsin. Mana, bunaqasiga ham bunaqa savdo qiladi. Qiynalmaysizlar? Dastlabki xizmatlari ham bor, 10 tadan oshiq olaman deb. Qayergacha akajonim? Toshkent bo'ylab. Toshkent viloyati bo'ylab. Toshkent viloyati bo'ylab. Toshkent viloyati 22 ta tuman bo'lsa, demak 10 tadan oshirsanglar, dastlabki tekin aka. Dastlabkasi bor. Qilib berishadi, chiroyli qilib. Yeb ichiga bir hafta, 2 hafta javob beriladi. Yeb ichiga 20 kun javob beraman. Ana akalar, bunaqa garantiya kam beriladi. 20 kun yeb ichiga ham javob. To'g'rimi aka? Bo'kib ham qolmaydi. Bular o'zi yemini O'rganga. qilib qo'ygan bular. Ha, yeb bemalol, xudo xolasa boqaverasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa, olaman akalarimiz kutib qolamiz. Xudosi qo'ydi zo'r nomer 1 chempionlari Yangiyo'l tumanida o'zi xudo Ortiqov massivida kelaverasizlar. Bolbek fermalariga, mini fermalariga sog'lom qo'yib ketasizlar. Demak, unaqasiga ham bunaqa sotiladi. Lokatsiyalar qanday? Nomeringizni bormi shu nomer lokatsiyada? Tashlab berasiz. Telegramga tashlab berishadi. Lokatsiya qiynalmay, onlayn savdo qanaqa bo'ladi? Onlayn savdo ham bo'lishi mumkinmi? Onlayn savdo ham bo'ladi. Xudo ko'radi, telefon tashlab beradi. To'lovlari ham har tomonlama qulayliklari bor. Qulaylik qilib berishadi. Bunaqa naqd pulda ham plastik kartaga tashlab bersangiz savdo bo'laveradi. Bo'laveradi. Yoqqan tanlaysiz, qo'y, qo'zi, qo'chqora. Ha, Yana. tomoniga. Gap yo'q. Akalar bunaqasi kam bo'ladi. Demak, kutib qolasiz hammani. Savdolarni bersa aka. Sovuq kunlar mazza qilib, olgandan Xudo baraka topsinlar aka. Haydi. Xonaga qamab qo'yamiz a? Xonaga kirgizaylik, cho'ch. Haydi. Ha, jonivorlar, cho'ch. Ko'ryapsizlar akalar, qo'ylar sog'lom asosiysi. Asosiy sog'lom, yeb ishlari zo'r, tana joni sog'. Olaman degan odam baraka topadi inshaalloh. Qo'y aka, xudo barakada. Har bitta o'zbek xonadonida, har bitta aka-ukamiz uyida shunaqa zo'zo qo'ylab bo'lsin aka, xudo xohlasa. Bo'lsin. Kelib, Boqsin. boqsin. Maza qilsin. Mana uyimda ham qo'y bo'lsin deganlarga kelishtirib beraman. Like'larni bosib, akalar kelaverasizlar, xudo xohlasa mana shu xonadonga, mana shu mini fermalarimizga qo'yni zo'rini tanlab ketasizlar. Ujaraning video qilamiz, xudo xohlasa aka. Charchamanglar aka, savdolarni bersa kuningiz xayrli bo'lsin.